Kuni kecha Luiza Rasulovaning Dilnoza Kubayeva ikkinchi xotin deya otilgan o'qlarga javoban aktrisa shunday javob berdi. Tobora hafsalam pir bo'lib boryapti. Dilnoza Kubayeva sevgisini uchratishdan umidini uzgani haqida aytib o'tdi. Bundan ko'rinib turibdiki, shuni xulosa qilish mumkin, aktrisa haligacha qalbini zabt etadigan insonni uchratmagan va turmushga chiqmagan. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Bir dona like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Aktrisa Dilnoza Kubayeva O'zbekiston telekanalidagi Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining mehmoni bo'ldi. Tabiatan quvnoq va xushchaqchaq aktrisa ko'rsatuv davomida shaxsiy kechinmalari va hayotdan olgan xulosalar haqida so'zlab berdi. Hayot beshafqat, har doim ham erkaliklaringizni ko'taravermaydi. Kuchli ayol bo'lishga majburman, biroq shu kuchimning yo'qolib qolishidan qo'rqaman. Chunki hamma narsaning ham tugashi borligini bilamiz. Tashqi ko'rinish esa har doim ham rostini ko'rsatavermaydi. Ba'zan ichki kuchimni shoxda omonat ilinib turgan bargchaga o'xshataman. Shamolda tebranib turgan yaproqning oxiri nima bo'ladi? Lekin kuchli bo'lishga majbur emas edim. Aslida biz ayollar har doim bolalarcha quvnoq bo'lib, kulib, bolalarga xos samimiyligimizcha qolishimiz kerak edi. Yutqizgan eng katta narsam bolaligim bo'ldi. Bola bo'lib yashamadim, erkalanmadim. Qachondir shunday erkalik qilmoqchi bo'lsam, hayot o'z o'rnimni bildirib qo'ydi. Shunda, men nimalar xohladim deb yana o'sha eski o'z holimga qaytdim. Ulardan so'ng bolalarcha erkalanish menga emas ekan degan xulosaga kelaman. Hayot shunday beshafqat, har doim ham sizning injiqliklaringizni ko'taravermaydi. Endi sevib qolishim juda qiyin. Aktrisaga o'zi suratga tushgan Telba filmidagi kabi sevgi hayotda ham uchrasa, bunday holatda nima qilgan bo'lardingiz mazmunidagi savolga quyidagicha javob berdi. Endi sevib qolishim juda qiyin. Sevgi borasida umidim yo'q. Yuragimni yaratganga bo'lgan sevgi bilan band qilganman. Butun insoniyatni sevaman, chunki Allohni sevish busiz bo'lmaydi. Ammo bundan farqli o'laroq bir erkakka bo'lgan sevgi masalasida gapirishni ham xohlamayman. Shu darajada ko'nglim og'rigan. Bu kabi mavzulardan tobora hafsalam pir bo'lib boryapti. Kutish aktrisaning ijoddagi chorasizligi. Aktyor va aktrisalarning kino san'atidagi omadini munosib qahramonlarni gavdalantirishida. Buning uchun shu obrazlarga munosib ko'rilishi kerak. Shu ma'noda aktrisalarning ijoddagi chorasizligi nima bo'lishi mumkin deyilgan savolga Dilnoza Kubayeva kutish deya javob berdi. Aktrisaning ijodiy chorasizligi bu kutishdir. Avvalgi intervyularda aytib o'tganimdek, biz aktrisalar mahkummiz. O'z rollarimizning mahkumimiz. Ba'zilar o'zing kino ol deyishadi, biroq film olishni xohlamayman, chunki bu ish qo'limdan kelmaydi. Yaqinda agar aktyor spektakl sahnalashtirdimi, bu aktyorning o'ldi degan mazmunidagi gapni eshitdim. Shu sababli biz aktyor-aktrisalar doim bizga berilajak rolimizni kutamiz. Teatrda askar, hayotda jangchiman. Teatrda askar, hayotda esa jangchiman. Shu kabi mulohazalar qilib turaman. Bunday deyishimga sabab, menga bundan boshqa yo'l qoldirmadilar. Hayotda birovdan nimanidir bilib, aniqlashtirib berishini kutmayman. O'zim so'rab bilib hisobini olaman. Teatrda bo'lsa xuddi askarday qonunlarga rioya etaman. Agar vaqtida kelmasam, hamma qatori hayfsan olaman. To'g'ri, hamma vaqt ham bir xil bo'lolmaysiz. Birida hammasini o'z holiga tashlab qo'yasiz, ba'zan esa qattiq turasiz, deydi Dilnoza Kubayeva.